Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, kanalimiz a'zolari, parranda ishqibozlari. Adlerskiy xo'rozlarimiz bor. Adlerskiy xo'rozlarimiz qichqirgan. Kichiklari ham bor ichida. Onanga o'xshagan kichiklari bor. Kichiklarini 80 mingdan, qichqirgan juda yiriklari bor. Ular 130 mingdan. Agar kimdir aralashtirib olaman desa 100 mingdan qilib beramiz do'stlar. Anjon qora jo'jalarimiz bor. Bular ham juda ham yirik. To'royga yaqinlashib qolib, bir hafta qoldi, xudo xolisa to'roylik bo'ladi. Hammasi sog'lom, emlangan. Ular qorni to'q. Hozir yotibdi, mana dam olib hammasi. Bitta ochib ko'rsataman, shu sizlarga shubha bo'lmasligi uchun. Kasalliklari yo'q. Hammasi sog'lom. Hozirroq bitlagan ekan, bit dorilarini sepib, tanalariga ham bit dorilarni sepib qo'ydik. Hammasi zo'r, chiroyli holatda. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Hammasi sotuvda. Mana. Yuqorida bor mana. Bular Adlerskiy xo'rozlari. Anjon qora jo'jalarimiz hamma rangidan bor ichida. Qorasini terib bermaymiz, aralashtirib beramiz. Paroda bir xil tuxumga kiradi, parodasi bitta. Shu uchun kimgadir kerak bo'lsa, hammasini aralashtirib beramiz. Ichida oqi ham bor, sarig'i ham bor, qorasi ko'proq lekin, ko'proq qorasi bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Anjon qora jo'jalarimizni To'royga yaqinlashib qolganini 68 ming so'm bo'ldi, xudo xolisa bugun narxi. Bularni aytganimdek, yiriklarini terib olsangiz 130 mingdan, aralashtirib bitta katta, bitta kichik qilib bersak. Men kichik degan juda ham kichik emas. Kichiklari ham yirik bo'lib qolgan. Faqat go'sht hisobiga sal kichikroq, go'sht foizi kamroq. O'shaning hisobiga aralashtirib beramiz, 100 ming so'mdan qilib beramiz. Kichigini o'zini terib olaman degan bir 10 talar atrofida bor, 80 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Bugungi qiladigan videomiz shu. Ko'p kishi Adlerskiyni Makyondan so'rabdi bizga. Hozir ko'rsataman. Adlerskiyning makyonlari ham bor. Ularni отдельно qilib ajratib qo'yganmiz makyonlarini. Xo'sh, Adlerskiyning makyonlari mana. U yoqda ham bor. Ko'p turibdi. Anjon qorani katta tovuqlari ham bor ichida. 5 dona anjon qorani katta tovuqdan bor. Adlerskiyning makyonlaridan 6 dona kattasi. Tak 5 ta kichigi bor. Kattalarini, makyonlarini yaqinda tuxumga kiradiganlarida endi bular. Hali tuxumga kirmagan, lekin tuxumga kiraman deb qo'ygan. Bular 150 mingdan Adlerskiylar qilib beramiz, 120 mingdan kichiklari va Andijon qorani ham tuxumga kirganlari bor. Ularni 120 mingdan qilib beramiz, hammasini bitta qilib. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bu yoqda kichik o'zimiz uchun boqilayotgan o'xayli jo'jalarimiz bor. O'xayli jo'jalar bilmayman 8 donami shunday qolgan. Bular go'shi qora, o'zi ham qora, tuxumi yashil bo'ladi. Buni ko'p kishi biladi. Bilmaganlar uchun ma'lumot. Shu uchun do'stlar, kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp hamma yoq bor. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz.